Nech pul xarajat berdingiz aka? $900 xarajatga pul berdingiz. Hodiy avtodan boshlang'ich to'lovsiz Tracker Premier paysasidan okamlar kelib turib xarid qilyaptilar. Assalomu alaykum. Hormang, yaxshimisiz? Rahmat. Ishlarimiz qanaqa bitdi? İşimiz yaxshi. Rahmat. Hammasi joy-joyida. O'ylangandek bo'ldi. O'ylagandi. Xo'p, qancha nech pul xarajatga pul berdinglar mana o'pshi? Shu hozirgi xarajatlarmi? Unisini bilmayman, bu yoq ayolim. Ayolingiz bilan. Xullas, nech pul xarajat berdingiz aka? $900 xarajatga pul berdingiz. Mana Premier paysasini Hodiy avtodan $900 gina xarajatga pul olib kelgan holatda mana Hojidoda ham xarid qilib ketyaptilar. Oylik to'lovlaringiz ma'qul keldimi? Ma'qul. Salonniki bilan baravar narxda chiqyapti akalar. Bitta narsani yaxshilab tushuninglar. Uylarni zalogga qo'yish shart emas, to'g'rimi? Ish haqqi so'ralmadi, boshqa karta aylanmasi degan narsalar so'ralmadi. Hammasi boshlang'ich to'lovsiz. Bitta dona pasport evaziga Hodiy avtodan boshlang'ich to'lovsiz xarid qilib chiqib ketyaptilar. Dodam yaxshiligi buyursin, xalqqa tavsiya qilamizmi shu narsani? Sog' bo'lsin, sizlarga umrlaringiz uzoq bo'lsin. Ana, Xudo xolasa yaxshi kunlarga minamiz. Glavnisi, dodam yuzingizdagi tabassumni ko'rib men juda ham xursandman. Sababi bizning Hodiy avtoning eng oliy maqsadi sizni yuzingizga xursandchilik bag'ishlash. Alloh xayrli qilsin, yaxshiligi buyursa, mana hamma hujjatlaringiz mashina nomlariga o'tdi, uylarni zalogga qo'ymadilar, oylik ish haqqi, boshqa narsalar so'ralmadi. Bitta pasportni berdilar, boshlang'ich to'lovsiz xarid qilib ochib ketyapti. Dodam. Xayr, yaxshiligi buyursin. Salom.